Bu darsimizda qidiruv tizimlarida ishlashda va ma'lumotlarni yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Biz Google Chrome dasturiga kiramiz. Kirganimizda bizga nimadir ham kerak. Misol, biroq bir qo'shiq kerak. Aytaylik, janob Rasulda yangi MP3 kerak. To'g'rimi? Yangi MP3 deb qidiramiz. Mana o'zi avtomatik qaysi saytlarda borligini ko'rsatib beradi. Biz biron bir saytga kiramiz. Mana ko'rib turganlaringiz saytga kirdi. Endi biz o'sha qo'shiqni ichiga bosamiz. Kirdik. Kirganimizdan keyin pastda skachet MP3 turibdi. O'shanga bir marta bosamiz. Mana o'zi yuklab olishni boshlab, yuklab bo'ldi. Endi biz boshqa ma'lumot qidiramiz. Aytaylik, kompyuter bo'yicha mustaqil ish. Bu qaysi saytlarda bor? O'sha saytlarni ko'rib chiqamiz. Qaysi saytda bo'lsa, o'shanga kiramiz. Mustaqil ish Word yoki bo'lmasam .doc qilib qo'yamiz. Aynan shunga oid ma'lumotlar chiqarib beradi. Yoki bo'lmasam kompyuter soat xonligi haqida sizlarga kurs kerak bo'lsa, qaranglar. Kompyuter soat xonligi onlayn kursi qidirasizlar. Maytda общий hamma kurslar haqida chiqarib beradi. Misol, bizning kursimiz haqida ham bor, bu tomonda boshqa kurslar haqida ham bor. Bemalol sizlar masjiddan qidirib olishlaringiz mumkin. Mana bizning kurslar haqida ham to'liq ma'lumotlar keltirilgan. Shunday qilib turli xil ma'lumotlar qidirib yuklab olishlaringiz mumkin.